Birinchi misolimiz quyidagicha berilgan. Demak, ikkita avtobus berilgan. Mana shu ikkita avtobusdagi yo'lovchilar soni 67 ta ekan. Agar birinchi avtobusdan 20 ta, ikkinchisidan esa 31 ta odam tushib ketadigan bo'lsa, avtobusdagi yo'lovchilar soni tenglashib qolar ekan. Demak, ushbu ko'rinishda biz yozib oladigan bo'lsak, ya'ni birinchi avtobusda yo'lovchilar sonini x deydigan bo'lsak va ikkinchi avtobusdagi yo'lovchilar sonini y deb olamiz. Va x ga y ni qo'shadigan bo'lsak, bu 67 ga teng bo'lishligi kerak. Bu narsa bizga kerak bo'ladimi? Hozircha kerak emas. Demak, ikkinchi gapda biz x, ya'ni birinchi avtobusdan 20 ta tushib ketishligini x minus 20 deymiz va xuddi shunday ikkinchi avtobusdan 31 ta tushib ketishini esa biz y minus 31 deymiz. So'ng bizada ikkita avtobusdagi yo'lovchilar soni teng bo'lganligi haqida aytilgan. Mana shu tenglikdan biz x 31 da bu tomonga qo'shuv qilib o'tkazib yuboradigan bo'lsak, ya'ni tenglikning chap tarafiga qo'shuv qilib o'tkazadigan bo'lsak, x qo'shilgan 31 ayrilgan 20 teng y ga teng bo'ladi. Demak, y imiz barobar x qo'shilgan 11. Bizdan so'ralgan narsa nima edi? O'sha ikkita avtobusdagi yo'lovchilar sonining farqi, ya'ni boshida farqi qancha bo'lgan, shu haqida gap ketilgan. Demak, bizda hozir bunda nima kelib chiqdi? Ikkinchi avtobusdagi yo'lovchilar soni birinchisidan 11 taga ko'p degan. Demak, farqi nimaga teng ekan? 11 ga. Bu javobimiz esa B variantida ko'rsatilgan. Demak, ikkinchi savolimiz quyidagicha berilgan. 2018-yil 4-mart yakshanba kuniga to'g'ri kelsa, shu yilning mart oyida nechta payshanba bor deyilgan. Agar biz 4-martni yakshanba desak, undan 3 kun oldin 1-mart payshanbaga to'g'ri kelishini ko'rishimiz mumkin. Demak, bunga 7 ni qo'shadigan bo'lsak, 8-mart yana payshanbaga to'g'ri keladi. Yana 7 kunni qo'shadigan bo'lsak, 15-mart yana payshanbaga to'g'ri keladi. Bunga yana 7 ni qo'shamiz, 22-mart va yana 7 ni qo'shamiz, 29-mart. Jami 5 ta kunda, ya'ni 8, 15, 22, 29-mart kunlari payshanba kunga to'g'ri keladi. Demak, eng ko'pi bilan 5 ta bo'lishi mumkin ekan, ya'ni payshanba kuni bor ekan. Bu javob esa A variantida ko'rsatilgan. Demak, 3-savolimizga keldik. 3-savolimizda nima deyilgan? Botir Alidan 7 yoshga, Dilnoza Kamrondan 4 yoshga katta. Kamron esa Botirdan 9 yosh kichik bo'lsa, Dilnoza Alidan qancha yoshga farq qiladi? Yoki katta bo'lishi mumkin, yoki kichkina bo'lishi mumkin. Uni qanday topamiz? Demak, biz mana bu Dilnoza Kamrondan 4 yoshga katta bo'lsa, lekin Kamron Botirdan 9 yoshga kichik bo'lsa, Dilnoza Botirdan 5 yoshga kichikligi kelib chiqadi. Demak, agar biz mana bu yerda Dilnoza Botirdan 5 yosh kichikligini va Botir Alidan 7 yosh kichikligini o'rniga qo'ygan holatda biz Dilnozani Alidan 2 yoshga kattaligi ko'rinib turibdi. Demak, bizdan so'ralgan narsa ham aslida shu, Dilnoza Alidan necha yoshga farq qiladi deyilgan, 2 yoshga farq qiladi, ham bo'lsa A javobda ko'rsatilgan. 4-savolimiz quyidagicha berilgan. Bahodir mis bo'laklaridan kalit yasaydi va undan ortib qolgan qoldiqlarini yana eritgan holatda mis bo'laklarini hosil qiladi. Va ma'lumot o'rnida 6 ta mis qoldiqlaridan bitta butun mis chiqadi, bitta butun misdan esa bitta kalit chiqadi. Demak, bizda aytilgan, agar 36 ta butun mis bo'ladigan bo'lsa, bizdan nechta, ya'ni 36 ta butun misdan nechta kalit hosil qilishimiz mumkinligi so'ralgan. Demak, 36 ta butun misdan 36 ta kalit hosil bo'ladi. Lekin bizda ana shu 36 ta butun misdan yana 36 ta mis qoldiqlari hosil bo'ladi. Demak, 36 ta mis qoldiqlari bu 6 ta butun mis degan. Chunki 6 ta mis qoldiqlari bu bitta butun mis bo'lsa, 36 tasi 6 ta butun misga teng bo'ladi. Bu degani yana 6 ta kalit degani. 6 ta butun misdan yana bir marta 6 ta kalit oladigan bo'lsak, 6 ta mis qoldiqlari qolib ketadi. Bu esa yana bitta kalit degani. Demak, bundan kelib chiqadiki, 36 plus 6 plus 1 jami bizda 43 ta kalit hosil bo'lar ekan. Bu javobimiz esa C variantida ko'rsatilgan. 5-savolimiz quyidagicha berilgan. Bitta liftga 8 ta katta odam yokida 20 ta bola, ya'ni yoki 20 ta bolani aytgan qavatiga chiqara olish mumkin ekan. Va bizdan so'ralgan narsa, agar liftga 6 ta katta odam chiqqan bo'lsa, yana nechta bolani eng ko'pi bilan sig'dirish mumkinligi so'ralgan. Demak, biz birinchi gapdan 8 ta kattani 20 ta bolaga tenglashtiradigan bo'lsak,
ikkita katta odamning og'irligi 5 ta bolaning og'irligiga tengligi kelib chiqadi. Biz 6 ta katta odamni biz bolalar soniga tenglashtiriladigan bo'lsa, bu degani 3 ko'paytirilgan 2 ta katta odam degani, demak 2 ta katta odam bu 5 ta bolaga teng. Bundan kelib chiqadiki, 3 ni 5 ga ko'paytirsak, 15 ta bola vazniga teng ekan 6 ta katta odamni. Bundan kelib chiqadiki, agar 15 ta bola liftda bor deydigan bo'lsak, o'zi aslida nechta bola sig'ishi mumkin edi? 20 ta. Biz 20 dan 15 ni ayiradigan bo'lsak, 5 ta bola qoladi. Ya'ni eng ko'pi bilan 5 ta bolani liftga sig'dirishimiz mumkin ekan. Bu javobimiz esa B variantida ko'rsatilgan. 6-savolimiz quyidagicha berilgan. Demak, quyidagi jadval asosida sonlar ketma-ketligi harflarga moslashtirib qo'yib borilmoqda. Bizda savol so'ralgan, agar xuddi shu tarzda davom etadigan bo'lsak, 1000 soni A dan G gacha bo'lgan harflar orasidan qaysi biriga to'g'ri keladi deb savol berilgan. Uning uchun biz agar ahamiyat beradigan bo'lsak, sonlar takrorlanish evaziga harflar takrorlanish evaziga sonlar joylashtirib borilmoqda. Ya'ni biz harflar har 7 tada takrorlanyapti. Bu degani 1000 sonini agar 7 ga bo'ladigan bo'lsak va undan chiqqan qoldiq, o'sha sonning o'rni o'sha sonning navbat mana A dan keyingi nechinchi o'rindaligi kelib chiqadi. Harf. Ya'ni bundan kelib chiqadiki, 1000 ga bo'lib qoldig'ini aniqlaydigan bo'lsak, 142,6 qoldiq hosil bo'lyapti. Bu nima degani? Aynan 1000 soni A dan keyingi 6-harfga to'g'ri keladi degani. Demak, 1000 sonimiz A dan keyingi 6-harf bu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Demak, bu F harfiga to'g'ri kelyapti. 1000 sonimiz F harfiga to'g'ri kelar ekan. Bu javobimiz esa C variantida ko'rsatilgan. 7-savolimiz quyidagicha berilgan. Bir taxtani 3 ga bo'lish uchun bizga 20 soniya vaqt sarflansa, u xuddi shu taxtani 5 ga bo'lish uchun qancha vaqt sarflashligi kerak? Shu savol berilgan. Uning uchun nima qilamiz? Ahamiyat beramiz. Agar taxtani 3 bo'lakka bo'lishimiz uchun ana shu 3 ta bo'lakni 2 ta kesish orqali hosil qilishimiz mumkin. Ya'ni 2 marta aralash orqali. Agar har bitta aralashni teng soniyalarda bajargan bo'lsa, bizda bu 20 ni 2 ga bo'lamiz. Shunda har bitta kesishni 10 soniya davom etgan. Demak, bizda 5 bo'lakka hosil qilishimiz uchun 4 marta kesish talab etiladi. 4 marta kesishimiz esa bu har bitta kesish 10 soniyadan bo'lsa, demak 10 ni 4 ga ko'paytiramiz, 40 soniya vaqt ketar ekan. Bu javobimiz esa C variantida ko'rsatilgan. 8-savolimiz quyidagicha berilgan. Demak, mana buni tenglikda o'rinli bo'lish uchun uchburchak operatorining o'rniga qaysi arifmetik amallarni qo'yishimiz kerak bo'ladi? Demak, birinchi uchburchak operatoriga ko'paytirish, ikkinchisiga bo'lish, uchinchisiga ayirish, to'rtinchisiga esa qo'shish amallarini, ya'ni arifmetik amallarni qo'yadigan bo'lsak, tenglik o'rinli bo'ladi. Tekshirib ko'ramiz. 14 ni 2 ga ko'paytirsak 28, 56 ni 2 ga bo'ladigan bo'lsak 28, albatta 35 dan 7 ni ayiradigan bo'lsak yana 28, 25 ga 3 ni qo'shadigan bo'lsak yana 28 hosil bo'ladi. Bundan kelib turibdiki, tenglik o'rinli. Bu javobimiz esa demak D variantida ko'rsatilgan. 9-misolimiz quyidagicha berilgan. Kvadratning bir tomonini 5 marta orttirsak, ikkinchi tomonini esa 2 marta kamaytirsak, uning maydoni 160 cm² ga teng bo'lib qolar ekan. Bizdan so'ralgan narsa aynan ana shu kvadratning tomoni nimaga tengligi so'ralgan. Uning uchun biz quyidagicha tenglik bajarib olinadi. Ya'ni 5 marta orttirsak 5A ga teng bo'ladi, 2 marta kamaytirsak A taqsim 2 bo'ladi. Bu ikkisini ko'paytiradigan bo'lsak 5A taqsim 2 bo'ladi. Bundan o'sha 5 bu ikkalasini ko'paytirsak 5A kvadrat taqsim 2 bo'ladi. Ya'ni A ko'paytirilgan A ko'rinishida va mana shu tenglikdan 2 ni tenglikni o'ng tarafiga ko'paytiruv 5 ni esa bo'lib o'tkazadigan bo'lsak, qiymat bizga 64 qaytaradi. Ya'ni qaysi sonning kvadrati 64 ga teng? Albatta 8 sonini o'zini o'ziga ko'paytirsak 64 ga teng bo'ladi. Demak, kvadratning tomoni bizda 8 ga teng ekan. Bu javobimiz esa D variantida ko'rsatilgan. 15-savolimiz quyidagicha berilgan. Amir qo'ldagi soatini 5 daqiqa oldinda deb o'ylaydi, aslida esa 10 daqiqa orqada. Agar Amir qo'ldagi soatni ko'rib 12:00 ekanligini ko'rgan bo'lsa, asli soat nechaga teng bo'lgan? Demak,
Biz qanday qilamiz? Demak, soat 12:00 ni ko'rgan bo'lsa, u 5 daqiqa oldinda deb o'ylaydi. Demak, soat 11:55 bo'lgan. Ana endi 11:55 bo'lsa, aslida esa u 10 daqiqa orqadami? 10 daqiqa orqada bo'lsa, 11:55 dan yana 10 daqiqani ayiradigan bo'lsak, 11:45 ga teng bo'ladi. Aslida vaqt 11:45 bo'lgan. Bu javobimiz esa A variantida ko'rsatilgan. 16-savolimiz quyidagicha berilgan. Demak, A bilan B bu ketma-ket kelgan toq raqamlar, S, D, Y esa ketma-ket kelgan juft raqamlar bo'lsa, mana shu raqamlardan, ya'ni A, B, S, D, Y raqamlaridan hosil qilish mumkin bo'lgan eng katta 5 xonali toq sonni hosil qilish mumkin bo'lsa, mana shu 5 xonali toq sonning raqamlar yig'indisidan qanchaga ortiqligi so'ralgan bizdan. Demak, uni qanday qilamiz? Demak, eng katta 5 xonali toq sonni hosil qilishimiz uchun raqamlarni ham xuddi shunday eng kattasini tanlab olishimiz kerak bo'ladi. Demak, A bilan B'miz ketma-ket kelgan toq sonlar deganligi uchun 9 va 7 deb tanlab olamiz. Va xuddi shunday S, D, Y ni ketma-ket kelgan juft raqamlar deganligi uchun 8, 6, 4 deb tanlab olamiz. Demak, bundan eng katta 5 xonali toq sonni hosil qilmoqchi bo'lsak, 9, 8, 6, 4, 7 ketma-ketligida 98647 sonni hosil qilamiz. Ana endi raqamlar yig'indisini hisoblaydigan bo'lsak, 34 ga teng. Bu ikkisini ayiradigan bo'lsak, qanchaga ortiqligi kelib chiqadi. Demak, 98613 ga ortiq ekan. Bu javobimiz esa A variantida ko'rsatilgan. 17-savolimiz quyidagicha berilgan. Demak, mana bu ko'rinishda tarozi berilgan. Mana shu tarozidan va bir nechta tasdiqlar berilgan. Mana shu tasdiqlardan nechtasi to'g'ri deyilgan. Birinchi tasdiqqa qaraydigan bo'lsak, tarozining chap palasiga 250 gram qo'shiladigan bo'lsa, tarozi tenglashadi deyapti. Tekshiramiz. Bunda 400 ga 300 ni qo'shadigan bo'lsak, 700 gram, bu yerda esa 950 gram. Agar 700 gramga 250 ni qo'shadigan bo'lsak, ikki tomoni tenglashadi albatta, chunki 700 ga 250 ni qo'shsak 950, o'ng pallasida ham chap pallasida ham 950 gram og'irlikdagi mahsulot bor degani. Demak, birinchi tasdiq to'g'ri. Ikkinchi tasdiq esa o'ng pallasidan 250 gram olish kerak. Demak, birinchi tasdiqqa uzviy bog'liq. Agar chap pallasiga 250 gram qo'shadigan bo'lsak, tenglashsa, agar chap pallasiga teginmasdan turib o'ng pallasidan 250 gram oladigan bo'lsak, bunda ham tenglashadi. Chunki 950 dan 250 ni ayiradigan bo'lsak, ikki pallasida 700 gramdan mahsulot bo'ladi. Demak, ikkinchi tasdiq ham to'g'ri. Uchinchi tasdiq esa o'ng pallasiga 250 gram mahsulot qo'shish kerak deyapti. O'zi aslida taroziga qaraydigan bo'lsak, o'ng pallasi og'ir. Demak, unga qo'shishdan foyda yo'q. Buni hisoblamasdan turib ham biz tasdiq noto'g'riligini bilishimiz mumkin. To'rtinchi tasdiqimizda esa tarozimizning o'ng pallasiga 50 gram, chap pallasiga esa 300 gram qo'shadigan bo'lsak, tarozi tenglashadi deyapti. Demak, hisoblab ko'ramiz. Xo'p, o'ng pallasiga 50 gram qo'shadigan bo'lsak, 1000 gram, ya'ni to'liq 1 kilogram bo'ladi va chap pallasiga esa xuddi shuni 700 ga 300 ni qo'shadigan bo'lsak, albatta u ham 1000 gram, ya'ni 1 kilogram hosil bo'ladi, ya'ni ikkalasi ham tenglashadi. Demak, to'rtinchi tasdiqimiz ham to'g'ri. Agar biz chap pallasidan 5-tasdiqda chap pallasidan 250 gram olib tashlasak deyilyapti. Buni ham to'laqonli olib tashlashimiz mumkin, ya'ni noto'g'ri tasdiq, chunki o'zi shundoq ham bu yengil o'ng pallasiga qaraganda. Shuning uchun bundan olishdan ko'ra qo'shish kerak bo'ladi, lekin bunda olish kerakligi aytilgan. Demak, bu nima bo'ladi bizda? Tasdiq noto'g'riligi kelib chiqadi. Demak, nechta tasdiq to'g'riligi aytilgan? Bu 3 ta bo'lyapti. Qaysilar? 1, 2 va 4 bo'lyapti. Bu javobimiz esa D varianti ko'rsatilgan. 18-savolimiz quyidagicha berilgan. Demak, kompyuter bilan telefonning 3 hafta davomida sotuv hajmi quyidagi diagrammada berilgan ekan. Bizdan so'ralgan narsa, quyidagi javoblardan qaysi biri noto'g'ri ifodalagan diagrammani deyilyapti. Bu javob A da berilgan, ya'ni kompyuterning sotuv hajmi 3 hafta davomida oshgan deyilyapti. Yo'q, albatta. Chunki nimaga? Ikkinchi haftada uning hajmi pasaygan. Ahamiyat beradigan bo'lsanglar, birinchi haftada u 50 ta sotuv hajmi bo'lgan, ya'ni 50 ta kompyuter sotgan va ikkinchi haftada esa buning soni 30 ga yetgan, uchinchi hafta esa 60 ga yetgan. Bundan ko'rinib turibdiki, uning sotuv hajmi bir marta pasayib keyin oshgan.
oshgan deb qachon aytiladi? Birinchi hafta bilan ikkinchi haftani bilan birinchi, ikkinchi, uchinchi haftalar oralig'i doim musbat bo'lishligi kerak. Ya'ni birinchi hafta o'sib keyin kamaysa, u oshgan deyilmaydi. Shuning uchun A javob xato bo'ladi. Demak, javobimiz A ekan. 19-savolimiz quyidagicha berilgan. Demak, A, B, C, D bu 4 xonali son ekan. Uni 7 ga bo'lganda bo'linma ham 4 xonali son bo'ladigan A ning qabul qilish mumkin bo'lgan barcha qiymatlari yig'indisi so'ralgan. Demak, bundan kelib chiqadiki, A, B, C, D 7 ga bo'lganda yana bir 4 xonali son hosil bo'lish uchun A'miz 6 raqamidan katta bo'lishligi kerak. Ya'ni 7000 bo'lganda 7000 ni 7 ga bo'lganda boshqa bir 4 xonali 1000 son hosil bo'ladi. Demak, ular 7 bo'lishi mumkin, 8 bo'lishi mumkin va 9 bo'lishi mumkin. Ularning yig'indisi esa 24 ga teng va bu javobimiz esa A variantida ko'rsatilgan. 20-savolimiz quyidagicha berilgan. Demak, teng tomonli uchburchakda B nuqtasidan ikkita jism ko'rsatilgan yo'nalish bo'yicha yo'lga chiqishdi. Va bizda berilgan narsa bu yerda agar ikkalasi ham C nuqtada uchrashgan bo'lsa, ikkalasining tezliklari nisbati bizdan so'ralgan. Demak, uni qanday topamiz? Agar birinchi jism A nuqtadan o'tib C nuqtaga kelganda T vaqt sarflasa, ikkinchi jism B'dan to'g'ridan-to'g'ri C nuqtaga borish uchun ham T vaqt sarflagan. Ya'ni uchrashish vaqti T deb olamiz. Demak, aynan birinchi jism C nuqtaga kelguncha T vaqt sarflasa, lekin masofasi esa 2A bo'ladi. Chunki teng tomonli deydigan bo'lsak, hamma tomonlar teng bo'ladi va bosib o'tilgan masofasi esa bu bilan bu. A bilan A ni qo'shsak 2A ga teng bo'ladi. 2A miz esa V1 ko'paytirilgan ana shu uchrashish vaqti. Uchrashgungacha bo'lgan ketgan vaqt. Va keyingisi ikkinchi jism esa B dan C ga to'g'ridan-to'g'ri borishligi uchun bitta A ni bosib o'tadi. A miz barobar V2, ya'ni ana shu tezlikni uchrashgungacha ketgan vaqtga ko'paytmasi. Bu yerda T uchrashgungacha bo'lgan vaqt. Demak, ikkalasining nisbatini bo'laveradigan bo'lsak, bizda 2A taqsim A hosil bo'ladi. A'lar qisqarib ketsa 2 taqsim 1 bo'ladi. Tenglikning o'ng tarafida esa V1 taqsim V2 hosil bo'ladi. Bundan kelib chiqadiki, V1 taqsim V2 miz 2 ga teng ekan. Bu javobimiz esa C variantida ko'rsatilgan. 21-savolimiz quyidagicha berilgan. Quyidagicha shakl berilgan ekan. Mana shu shaklda qo'shni halqalar bir-biri bilan ko'pi bilan 3 ga farq qilishib berilgan. Va halqalar ichidagi halqalar ichidan birortasi, ya'ni bittasi berilgan, 13 ga tengligi berilgan. Shunday bo'lsa agar barcha halqalarning yig'indisi eng kamida nechaga teng bo'lishligi so'ralgan. Bu yerda aynan berilgan joydan boshlab biz hisob-kitob qilamiz. Demak, bu yerda 3 ga farq qiladigan deganligi uchun ikki tomondan ham, ya'ni qo'shni halqa degani nima tushunish kerak? Ya'ni o'ng va chap halqalar tushuniladi. Demak, 13 dagi o'ng halqa bilan chap halqani 3 ga farq qiladigan qilib yozadigan bo'lsak, bunisi 10, bunisi ham 10 bo'ladi. Va keyingisida ham xuddi shunday. Buni 3 ga ayiramiz, buni 3 ga ayiramiz, buni 3 ga ayiramiz, buni 3 ga ayiramiz. Ya'ni ko'pi bilan ayirib ketadigan bo'lsak, bitta tenglik birga kelib qoladi. Ya'ni bu tomondan ham teng ravishda ayirib boriladigan bo'lsa, qiymat eng kichik bo'ladi, ya'ni yig'indisi eng kichik bo'ladi va tenglik qanotlantirdi, ya'ni o'ng tomondan ham chap tomondan ham borganda halqada bir xil son hosil bo'ldi. Demak, bu yerda yig'indilarni hisoblab chiqadigan bo'lsak, 13, 17, 4, 1, 4, 7, 10 larni qo'shadigan bo'lsak, jami 56 hosil bo'ladi. Demak, eng kamida yig'indi 56 ga teng bo'lishligi mumkin ekan. Bu javob esa D varianti ko'rsatilgan. 22-savolimiz quyidagicha berilgan. Demak, quyidagicha mexanizm berilgan, dominolar orqali terilgan ketma-ketlik berilgan. Mana shu dominolar ketma-ketligida o'ng tarafida juft 2 dan boshlab juft sonlar yozib chiqilgan. Chap tarafida esa 1 dan boshlab tog' sonlar yozib chiqilgan. Demak, ana shu mexanizmni o'ng va chap tarafidan bir vaqtda tegilgan va ag'darilgan hammasi. Shunda tog' va juft ag'darilgan dominolar soni teng.
Mana shu ikkalasini yig'indisi 410 ga teng ekan. Ya'ni ustida yozilgan yarmi toq, yarmi juft bo'lgan dominoning ustidagi sonlar yig'indisi bu 410 ga teng ekan. Ana endi biz buni qanday hisoblaymiz? Ya'ni mana bunday ko'rinishda yozsak bo'ladi. Mana bu mexanizmni sonlar ko'rinishida mana bunday yozsak bo'ladi. Bunda nima qildik? Aynan toq, ya'ni usti toq bo'lgan ag'darilgan dominolarni biz bir qo'shib bir ayirib oldik. Shunda 2 ayrilgan 1, ya'ni 1 ni biz 2 ayrilgan 1, 3 ni esa 4 ayrilgan 1 ko'rinishda yozadigan bo'lsak, oldingi mexanizm hosil bo'ladi. Ya'ni oldingi mexanizm qanday desanglar, 2, 4 va hokazo qo'shilgan 2n minus 2 qo'shilgan 2n va bu yerda n taqsim 2 ayirib yuboriladi. Nimaga? Chunki umumiy mexanizmlar soni n ta, mana shuni yarmi toq deyapti. Ya'ni toq yarmida toq ag'darilgan. Demak, shuni yarmini n taqsim 2 ta 1 ni ayirib yubordik. Bu degani n taqsim 2 ni o'zi bo'ladi. Endi 2 qo'shilgan 2n taqsim 2 ko'paytirilgan n, ya'ni mana bu yig'indini quyidagicha ifodalashimiz mumkin. Ya'ni birinchi hadi bilan oxirgi hadini qo'shib 2 ga bo'lsak va nechtaligiga ko'paytirsak, yig'indi hosil bo'ladi. Ana endi buni soddalashtiradigan bo'lsak, bizda quyidagicha ifoda hosil bo'ladi. Ya'ni n qo'shilgan 2n kvadrat barobar 820 ga teng bo'lib qoladi. Ya'ni bu yerda mana shu tenglikni qanoatlantiradigan yagona son bu hozir n barobar 20. Ya'ni 20 qo'shilgan 2 ko'paytirilgan 20 ko'paytirilgan 20. Ya'ni mana buni o'zi 800 bo'ladi. 800 ga 20 ni qo'shsak 820. Demak, nimiz 20 ga teng ekan, bu javobimiz esa A variantida ko'rsatilgan. 23-savolimiz quyidagicha berilgan. Demak, Charos 40 sm lineykasi orqali kitobini perimetrini o'lchamoqchi. U xatolikka uchrayapti. Qanday? Ya'ni u kitobini 40 sm nuqtasidan boshlab kitobni qo'yapti va aynan o'sha kitobning ikkinchi nuqtasi qaysi songa to'g'ri kelsa, ana shu uning uzunligi deb olyapti. Ya'ni xatoligi shunda. Agar shu xatolik bilan uning o'sha ikkinchi rasmda ko'rsatilgan, ya'ni enini o'lchaganda 40 dan 2x masofada uzoqligida turibdi deyapti va xuddi shunday bo'yini o'lchaganda ham x masofa, ya'ni aytmoqchi bo'lgan narsa bo'yi enidan 2 marta kattaligini aytmoqda. Va shuni perimetrni hisoblaganda esa 72 ga tengligini bildi. Lekin u xato hisoblagan. Aslida perimetr nimaga teng deb so'ralyapti. Ya'ni aytgan uzunliklari bo'yicha perimetrni topadigan bo'lsak, x qo'shilgan 2x ko'paytirilgan 2 barobar 72. X ning qiymatini topadigan bo'lsak, 12 ga teng bo'ladi. Demak, bu nima degani? Ya'ni 40 dan boshlab birinchi nuqtasi 40 ta bo'lsa, ikkinchi nuqtasi 12 da, bunda esa 24 da. Buni o'zi aslida qanday hisoblash kerak edi? 40 dan 12 ni ayirib, uni qo'shish kerak edi 40 dan 24 ni ayirganiga, ya'ni 40 nuqtadan 24 nuqtagacha qancha masofa borligi uchun uni ayirishimiz kerak bo'ladi. 40 dan 24 ni 40 dan 12 ni ayirib, ikkalasini qo'shib 2 ga ko'paytirsak, ikkita tomonni qo'shib 2 ga ko'paytirsak perimetr hosil bo'ladi. 16 ga 28 qo'shiladi, shunda 44, 44 ni 2 ga ko'paytirsak esa 88. Demak, aslida Charosning kitobini perimetri 88 cm ekan. Bu javobimiz esa B varianti ko'rsatilgan. 24-savolimiz esa quyidagicha berilgan. Demak, kupchaning yoyilma ko'rinishi berilgan va bu yoyilmalarda esa raqamlar yozilgan. Va bizdan so'ralgan narsa, mana bunday ko'rinishda joylashtiradigan bo'lsa, ya'ni xuddi shu yoyilmani yig'ilgan shaklidan 4 marta 4 ta kupchani ketma-ket joylashtirishda KLMN 4 xonali soni tuzilgan. Mana shu KLMNimiz eng katta 4 xonali son bo'ladigan bo'lsa, A, B, C, D sonlar bo'ladi. Ya'ni mana bu yig'ilgandan keyin albatta sonlar bo'ladi. Mana shu yig'indini eng kichik qiymati nechaga teng bo'lishi haqida gapirilgan. Demak, uni qanday topamiz? Demak, kubni yig'ib olamiz. Yig'gan paytda mana bunday ko'rinishda hosil bo'ladi. Demak, bizada mana bu ko'rinishda hosil bo'ladigan bo'lsa, KLMN da eng katta 4 xonali son qaysi? Demak, u 7654 bo'ladi. Mana shu 7654 dan endi biz A, B, C, D ni topishimiz mumkin. Ana endi demak, K'miz 7 ga teng ekan. 7 ga sherik bo'la oladigan sonni eng kichigini topishimiz kerak. Demak, 7 ga ahamiyat beramiz. Mana shu 7 ni sheriklari qaysi? Bu 7 ni sheriklari
yon taraflari bo'ladi kubning, ya'ni 7 ga qarama-qarshi bo'lgan yon tarafi bo'ladi. Demak, 2 dan tashqari qolgan hammasi bo'lishi mumkin. Ya'ni 6, 4, 3, 5. Shundan eng kichkinasi nechi? 3. Demak, A ning qabul qilish mumkin bo'lgan eng kichigini 3 deb olamiz. Va xuddi shunday 6 ni, 5 ni, 4 ni bajaradigan bo'lsak, 6 da nima bo'ladi? 6 bilan 3 dan 6 ni qarama-qarshisida joylashgani uchun 3 dan tashqari hammasi. Ya'ni 2, 4, 7, 5 bo'lishi mumkin. Biz 6 ga sherik deb 2 ni tanlaymiz. 5 da ham xuddi shunday, 4 da ham xuddi shunday 2 bo'ladi. Bu yig'indan hisoblaydigan bo'lsak, eng kichigi 9 hosil bo'ladi. Bu javobimiz esa A varianti ko'rsatilgan. 25-savolimiz quyidagicha berilgan. To'g'ri to'rtburchak shaklidagi gilamni rasmdagidek qirqib tashlangan. Buni ana shu qirqib bo'lingandan keyingi yuzasi so'ralyapti. Buni qanday topamiz? Albatta, qirqib bo'lingan holatdagi eni bilan bo'yini ko'paytirish orqali topamiz. Demak, qirqib tashlayotgan qismini ayirib tashlaymiz va ikkalasini ko'paytiradigan bo'lsak, qiymat bizada 17/6 bo'lyapti. Demak, 17/6 ni biz noto'g'ri kasrligini bilamiz. Buni esa biz aralashtirishga o'tkazadigan bo'lsak, 2/6 dan 5 bo'ladi. Bu javobimiz esa B variantida ko'rsatilgan. 26-savolimiz quyidagicha berilgan. Demak, shkaf berilgan. Mana shu shkafni teng o'rtasidan qilib, ikkita suriladigan eshik qilib, bittasini qizil va bittasini moviy rangda bo'yab chiqilgan ikkita eshigi bor. Mana shu eshigida ikkinchi holatdagidek qilib surilib ochilgan holatda, ya'ni chapdan, ya'ni qizilni chapdan o'ngga qarab 3x + 10 uzunlikda surgan. Va xuddi shunday ko'k rangda ham surgan. Qanday? O'ngdan chapga 2x + 5 uzunlikda surgan. Agar mana shu qizil rangdagi shkafning ko'rinmayotgan qismi 135 cm bo'lsa, umumiy shkafning uzunligini topishimiz kerak ekan. Demak, ikkinchi rasmda aytib o'tilganidek A, B va B, C nuqtalaridagi orasidagi munosabat berilgan. Demak, A, B kesma, 2 B, C kesmaga tengligi berilgan. Demak, biz aynan surilayotgan surilma bir-birining ortiga qarab, ya'ni qizil ko'kning orqasiga bekinib oladi surilayotgan paytda. Ya'ni shunda bu masofa qancha masofa surilganligini qayerdan topamiz? Mana bu ikkita yig'inda aynan ko'rinmayotgan qismining uzunligiga teng bo'ladi. Demak, aynan 3x + 10 ga 2x + 5 ni qo'shadigan bo'lsak, bu ana shu ko'rinmayotgan uzunligi 135 ga teng bo'ladi. Bu tenglama necha degan bo'lsak, x ning qiymati 24 ga teng bo'lar ekan. Ana endi biz bundan AB, mana bu tenglikdan biz BC ning uzunligini topib olamiz. Ya'ni BC qancha uzunlikka tengligi. Nima uchun kerak bo'ladi desanglar, aynan mana shu uzunlikka biz 135 ni qo'shadigan bo'lsak, shkafning yarim uzunligi hosil bo'ladi. Demak, BC ning qiymatini topamiz. 3 ko'paytirilgan 24 qo'shilgan 10 imiz barobar bo'ladi. Ya'ni AB ning uzunligi 82 ga teng bo'lar ekan. Demak, 82 barobar 2 ko'paytirilgan BC ning uzunligi shunda 41 ga teng bo'lyapti. Demak, biz shkafning uzunligini topishimiz uchun aynan 41 ga, ya'ni 41 ga 135 ni qo'shadigan bo'lsak, qizil shkafning yarmi kelib chiqadi. Shunda shuni 2 ga ko'paytiradigan bo'lsak, bizning shkafning uzunligi kelib chiqadi. 41 ga 135 qo'shadigan bo'lsak, 176 2 ni ko'paytiradigan bo'lsak, 352 ga teng bo'ladi. Demak, shkafning uzunligi 352 ga teng ekan. Bu javobimiz esa A varianti ko'rsatilgan. 27-savolimiz quyidagicha berilgan. Demak, sinfning 2/5 qismi qizlardan iborat ekan. Agar mana shu sinfdan 4 ta qiz ketib qolib, 6 ta o'g'il bola qo'shiladigan bo'lsa, bunda o'g'il bolalarning yarmi qizlarga teng bo'lib qolar ekan. Sinfda o'zi aslida qancha o'quvchi bo'lgan, shu haqida gap ketyapti. Demak, 2/5 qismi qizlar bo'lsa, 3/5 qismi o'g'il bolalar bo'ladi. Demak, 4 ta qiz bola ketgan sinfdan, demak 2/5 x dan 4 ayriladi va 3/5 x, ya'ni o'g'il bolalarga 6 ta qo'shilganligi uchun 6 qo'shiladi. Va o'g'il bolalarning, ya'ni ifodada mana shu qavs qo'yib, shuni 1/2 ga ko'paytiradigan bo'lsak, qizlar hosil bo'lishligi kerak. Demak, bu yerdagi 2 ni bu tomonga ko'paytirib yuboradigan bo'lsak, 4/5x - 8 barobar 3/5x + 6 hosil bo'ladi. Bu tenglama necha degan bo'lsak, x/5 imiz 14 ga teng bo'ladi. 5 esa bu tomonga
ko'paytiruv bo'lib o'tsa, x'imiz 70 hosil bo'ladi. Demak, sinfda jami 70 ta o'quvchi bo'lgan, bu javobimiz esa A variantida ko'rsatilgan. 28-savolimiz quyidagicha berilgan. Demak, 1933-yilda tug'ilgan Fotima buvi 1900 AB yilda vafot etgan. Uning hayot bosqichlari esa quyidagicha diagramma ko'rinishida berilgan. Diagrammada aytilganki, aynan mana shu graduslarda berilgan va berilmagan gradusida esa 13 yillik nafaqasi ko'rsatilgan. Demak, uni berilmagan gradusini qanday topamiz? O'zi butun aylana 360 gradus bo'ladi. Berilgan graduslar 120 gradus, 90, 72 gradus. Demak, 360 dan aynan shularni ayirib yuboradigan bo'lsak, 78 gradus hosil bo'ladi. Demak, 13 yillik nafaqani biz 78 gradusimiz 360 umumiy aylanani qancha qismini tashkil etishi 78 taqsim 360 bo'ladi. Va u butun umrning qancha qismini tashkil etishligini ko'rsatadi. Demak, 78 taqsim 360 ko'paytirilgan x barobar 13. Bu hisob kitobni qiladigan bo'lsak, x ning qiymati 60 bo'ladi. Demak, Fotima buvi 60 yosh yashagan. Demak, 60 yosh yashagan bo'lsa, 1933 ga 60 ni qo'shadigan bo'lsak, 1993-yil vafot etgan bo'ladi. Bizdan aynan 19 dan keyingi raqamlarni ko'paytmasi so'ralgan. Ya'ni 9 ga ko'paytirsak 27, bu javobimiz esa B variantida ko'rsatilgan. 29-savolimiz quyidagicha berilgan. Demak, ikki xil ko'rinishda to'rtburchakni aylantirilgan holati rasmda ko'rsatilgan. Demak, birinchi holat 20 cm ortib qolgan, ikkinchi holatda esa tokcha uzunligiga 64 cm yetmay qolgan. Bizdan so'ralgan narsa to'rtburchakning tomonini, uzun tomonining uzunligi nimaga teng deb so'ralgan. Agar birinchi rasmga ahamiyat beradigan bo'lsak, uning aylantirilgan 5 marta aylantirilganda 3 ta tomoni 3 ta eni va 2 ta bo'yicha masofa oldinga siljigan. Va u yig'indisi, ya'ni 3A qo'shilgan 2B ni yig'indisi aynan tokchani uzunligini x deydigan bo'lsak, shundan 20 cm ortiqcha masofa yurib qo'ygan bo'ladi. Va xuddi shunday pastda esa 3 marta aylantirilganda 1 marta eni, 2 marta bo'yicha masofa yurgan va unda x minus 64, ya'ni tokchaga 64 cm yetmagan holatiga teng bo'lib qoldi. Agar ikkinchi tenglamadan 2b ni topib birinchi tenglamaga qo'yadigan bo'lsak, bizda quyidagicha tenglama hosil bo'ladi. Tenglamadan a ni qiymatini topadigan bo'lsak, 42 cm ga teng bo'ladi. Bizdan so'ralgan narsa ham aslida shu, ya'ni uzun tomoni 42 cm ga teng. Bu javobimiz esa A variantida ko'rsatilgan. 30-savolimiz quyidagicha berilgan. 6 yoshli Javlon onasining yoshiga yetganda, onasining yoshi 70 yoshga teng bo'lar ekan. Bizdan so'ralgan narsa onasining yoshi necha yoshda deyilgan. Demak, onasining hozirgi yoshini x deb olamiz. Demak, 6 yoshli Javlon x yoshga yetib kelguncha xuddi shuncha yil onasining yoshi nima bo'lyapti? 70 yosh bo'lyapti. Demak, orasidagi farqi teng bo'lishligi kerak. Demak, x dan 6 ni ayiradigan bo'lsak, 70 dan x ni ayirganimizga teng bo'lishligi kerak bo'ladi. Demak, x dan 6 ni ayirib 70 dan x ni ayirganimiz teng bo'lsa, bundan tenglamadan x ni topsak, x'imiz 38 hosil bo'ladi. Demak, Javlonning onasining yoshi, hozirgi yoshi 38 yoshga teng. Bu javobimiz esa B variantida ko'rsatilgan.